Siz bilarmidingiz, O'zbekistonga любой tovarni $1,5 boshlab $3,5 kiritish mumkin ekanligini hech qanday rastamoshkasiz. Bizi kargoyimiz $3,5 har xil tovarlarni mix to'plab turib jo'natib beramiz Toshkentgacha. Hech qanaqa rastamoshka to'lamaysiz. Agar mendan shaxsan ko'proq tovar oladigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun kargo ochib turib $1,5 dan $3,5 olishni tushuntiraman. Bemalol o'zingiz dalnishi tovar olib ishlayverasizlar. Bu aslida kubka hisoblanadi. Men sizlarga tushunarli bo'lishi uchun, грубо говоря, kiloga aytyapman. Ko'proq kargo haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, kargo so'zini yozib qoldiring. Shunda men ko'proq lichkangizga raqamimni tashlayman. Lekin men sizlarga operator emasman. Mendan tovar olgan odamga albatta ko'proq ma'lumot qoldiraman. Tovarlaringizni mana bunday preslatib, iloji boricha arzon qilib O'zbekistonga jo'natib beraman. Mana tovarim nima uchun $3,5? Meniki ham $3 dan boradi. Sababi 10 ta odamning tovari bitta presga bosiladi. Toshkentga borgandan keyin uni ajratadigan odamlarga ham pul berishim kerak. Videoning tagiga kargo so'zini yozib